Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2 yil oldin Vodiydan kelgan mehmonimizga soch ko'chirib o'tkazish amaliyotini bajargandik. Qisqacha suhbat qilmoqchimiz, jarayonlarni o'zlaridan so'ramoqchimiz, og'riqlar 2 yil davomida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, rezultatlar to'g'risida o'zi biroz so'raymiz. Assalomu alaykum yana bir bor xush kelibsiz klinikamizga. Rahmat. Bizga shaxsiy fikringiz bizga juda ham qiziq. Soch ko'chirib o'tkazish amaliyoti to'g'risida qanaqa fikrdasiz o'zingiz? Zo'r aka, og'riqlar yo'q, unaqa og'riq sezmadim. Operatsiya mahallida ham, undan keyin ham. Lekin o'zgarish zo'r. Rezultatlar yoqdimi? Nimalarga ta'sir qildi? Ko'p taraf, hamma tarafdan kayfiyat. Boshida kelganda o'zi nimaga reaksiya qilib keluvdingiz? O'sha narsani olib bildingizmi yo'q? Ha, bildim. O'zi o'zgarishni ko'rib turibsiz. Shu boshqa inson bu kishi kelganlarni man tanımadim ochig'i. Sizni yoshargansiz, o'sha xuddi oldin kelgan inson akaysiz kelganda bizga, akaysiz kelganda. Hozir ancha 5 yil, 10 yil orqaga qaytganda aka, o'zingiz his qilasiz, emotsiyalar boshqa. Oldingi kunda masalan ko'proq yopishga harakat qilamiz, maskirovka qilishga. Hozir bu bilan o'zi xayolda yo'q. Umuman. Zo'r aka, hammasi yaxshi. Og'riqlar qo'rqishga arziydimi yo'q? Yo'q, unaqa og'riqlar yo'q. Og'rig'i yo'q, deyarli hech qanday og'riqni sezmadim, bilmadim. Hech kim qo'rqishni tavsiya qilmayman, u kelib operatsiya qildi bemalol. Bizga kelganingizga, mana shu klinikada qildirganingizga afsuslanmaysizmi? Yo'q aka, hammasi zo'r. Rahmat. Klinika tanlashda yoki mutaxassis tanlashga, masalan, yaqin insonlaringizga nimaga ko'proq ahamiyat berishga maslahat bergan bo'lardingiz? Klinika tanlashda sohada klinikalar ham ko'payib ketdi. Eshityapmiz, ko'ryapmiz, bilyapmiz. Tanish bilishlar bilan gaplashganda ham kimlardadir bunaqa effekt olmadi. Men aka kelganimdan xursandman. Menda bunaqa holat bo'lmadi. Tanish bilishlarga ko'piga aytib tavsiya qilyapman. Kelinglar hammalay. Undan oldin Toshkentda bir ikkita niqalar kuzatganman. Bularga keldim. Bulardan natija oldim. Yo'qdi sizga, siz xursandsiz bizga ishonib kelganingizdan. Iqtisodiy tomondan siz biron bir qiyinchiligi bo'ldimi yo tanladingizmi shu iqtisodiy tomoniga qarab narx-navosi bilan qiziqqandingizmi vrach tanlaganda? Yoki faqat ishimizga qaradingizmi? Asosiy ishingizga qaradim aka. Iqtisodiy tomonni u taraflarni surishtirmaganman. Menga mayli bundan anaqa bo'lganda ham qildirardim. Natija. Aslan natija. Endi keladigan ko'pchilik mijozlar hozirgi kunda aynan bilinyapti. Iqtisodiy tomoniga ko'p urg'u berishadi. Biz ularga tushuntiramiz, что ish sifatli bo'lishi uchun sifatli narsa bilan ishlashga to'g'ri keladi. Bu iqtisodiy tarafga emas, natijaga qarash kerak. Birinchi navbatda. Hamma ishda ham. Shunda yaxshi bo'ladi hammasi. Endi bu 3 oy, 4 oy deganda taraydigan holatga keldi. Unda buni aytib berishga naqasi yo'q, umuman boshqa odamsiz. O'sha emotsiyalar boshqa. O'yinaga qaraganda o'sha oldingi holat yo'q. Lekin qachongachadir o'sha o'sib soch taraladigan holatga kelmaguncha oldingi tasavvurda bo'lar ekansiz. Undan keyin buni unutib yuborasiz. Bizga ko'pincha operatsiya qildirgandan keyingi patsientlar ko'ramiz, o'sha kayfiyat boshqa, nastroy boshqa, motivatsiya boshqa, imijlar o'zgaradi, mashinalar o'zgarib qoladi. Shunaqa bo'ldimi sizda? Albatta. Shu 5 yil, 10 yil orqaga qaytgandek bo'lasiz-da, oldingi holatingizga. Sizni tanimay qolgan yoki nimadir o'zgargan, sizda nima qildingiz degan savollar bo'ldimi? Yo'q, unaqa ochiq aytaman, unaqa odamlar bo'lmadi. Menda ko'proq oldingi holatda o'stirib yurardim, yopib yurishga harakat. Maskirovka. Hozir bemalol xohlagan prichoskada, xohlagan holatda hech qanday напряжение yo'q. Yo'q, o'ylamaysiz. Yaxshi. Hammasi uchun rahmat. Endi bizga ishonib bizni tanlab kelganingiz uchun sizga ham rahmat. Biz juda minnatdormiz. Sizda bizning mijozlarimiz bizga motivatsiya beradi. Rahmat aka. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.